Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana navbatdagi avtobusimiz ketish jarayoniga yo'lovchilar uje ikkinchi reysimiz ketish jarayonini hamma kutmoqda. Avtobusimiz uje ikkinchi reysimiz to'ldi. Kimdan keyin Moskvadan Toshkentga, Sankt-Peterburgdan Toshkentga ketmoqchi bo'lsa, ishonchli nomerlar ekranda. Meni qidirayotgan bo'lsanglar, mana men avtobusning ichidan sizlarga hozir to'g'ridan to'g'ri syomka qilmoqdaman. Avtobusimizda 51 yo'lovchi o'z ichiga oladi. Hozir va meni ko'rasizlar. Mana men sizlarga hammasini batafsil tushuntirib beraman azizlar. Moskvadan Toshkentga, Sankt-Peterburgdan Toshkentga mana azizlar avtobus va men. Azizlar, hozirda ushbu naushnikimizni ham sinovdan o'tkazyapmiz. Avtobusimiz esa полностью bo'ldi. Yo'lovchilar keldi. Ikkinchi reysimiz ketmoqda. Kimda kim shunday komfortabilniy avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, ishonchli nomerlar ekranda turibdi. Avtobusimizni holatiga keladigan bo'lsa, avtobusimiz 51 yo'lovchini o'z ichiga olib, ayollar, er-xotinlar oldi qatorlarda ketadi. Erkaklar esa ortda. Mana ko'rib turibsiz, hozir yo'lovchilar barchaligida ketish holatini kutishmoqda. Bu yerda dokumentida muammosi borlar, rasxod qilasizlar deb aytayapman, lekin ayrim qo'shtirnoq ichidagi akalarimiz yozyapti bizga. Akalar, ukalar, nima sababdan rasxod qilaman? Biz dokumentalniy insonlar ko'rayotgan bo'lsanglar, rasxod qilyapmiz har oyiga 8900 rubldan. Dokumentida muammosi bo'lsa, sizda nima deysiz? Yaxshimisiz? Salom alaykum. Uzr, choy ichasiz ekan, besda qildim. Dokumentingizda muammoyingiz bormi, yo'qmi? Yo'q. Hamma yo'q chetga. Siz avtobusda prezddan tashqari boshqa hech qanaqa rasxod bermaysiz. Faqat tamoyilda 300 rubl rasxodingiz bo'ladi xolos. Bundan tashqari hech qanaqa rasxodingiz yo'q. Agarda dokumentingizda muammoyingiz bo'lsa, 3000 dan 6000 gacha rasxodingiz bo'ladi deb aytardim. Mana ko'ryapsizlar, to'g'ridan to'g'ri aytib o'tirilyapti. Kimda kim dokumentda muammosi bo'lib, ya'ni patentini olmagan bo'lsa yoki boshqa narsa qilingan bo'lsa, registratsiya, prasrochka bo'lib qolgan yoki Zolotoy koronadan qarz olgan bo'lsa ham rasxod qilamanmi deydi. Zolotoy koronadan qarz olganlar rasxod qilmaysizlar. Faqat taqiq qo'yilmagan bo'lsa bo'ldi. Ya'ni qarz olganlardagi ancha muddat o'tib ketgan bo'lsa. Siz mana o'zidan keyingilarga nima deysiz? Mana shu suvingizni icha olmadingiz-a? Nima deysiz keluvchilarga, sizdan keyingilarga? Men deyman bilmasin. Tavsiya qilsa bo'larkanmi? Kelsa bo'lar ekanmi? Ishonchli ekan. Как положено mana bizni haqiqatan bor ekanmizmi? Как положено O'zbekiston nomeridagi avtobuslar ekan. Amaki nima deysiz siz? Assalomu alaykum. Yaxshimi? Yaxshi. Avtobus tavsiya qilsa bo'lar ekanmi? Bo'ladi. Shikoyatlar yo'qmi? Yo'q. Akalar, qayerdan keldingiz? 2 kun poyezdga keldim. 2 kunda poyezd. Qayerdan? Uzoq joydan keldi shekilli. Uzoq yo'llar yurdim dedi. Yo'llar yursam ham va oxirida manzilga yetib keldim dedi. To'g'rimi? Murodingizga yetdingizmi aka? Addushi. Azizlar, mana shunaqa gaplar. Kim ketmoqchi bo'lsa, ishonchli nomerlar ekranda turibdi. Bemalol murojaat qilinglar, joylarni band qilinglar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.